Hazreti Anas ibn Malik aytayaptilar. Men deydi, Payg'ambar alayhissalatu vassalomning uylarida 10 yil xizmat qildim deydilar. 10 yil. Biron marta ko'rmadim taomni ayblaganlarini. Agar ishtahalari kelib, nafslari tortib, yegilari kelsa yerdilar. Nafslari tortmadi, demak qanaqadir tuzi ko'p bo'ldi, kam bo'ldi, sho'r bo'ldi, achchiq bo'ldi, yog'li bo'ldi, yog'siz bo'ldi, yomonlamas edilar. Ma'aba an-nabiy sallallohu alayhi va sallama ta'aman qattu dedilar. Hech qachon, qattun kalimasi hech qachon Payg'ambar alayhissalatu vassalom biron marta ham taomni yomonlamadilar. Yegilari kelsa yerdilar. Yegilari kelmadimi, qanaqadir taomda ayb bormi, to'xtardilar, lekin yomonlamas edilar.